Men mana qo'ylarimda akalar non berib boqaman. Yemidan keyin mana qattiq non beraman. Xullas qattiq non ham o'sha bug'doy bilan makkan o'rniga o'taveradi, yaxshi semirtiradi nonni. Shovullatib yeydi. Buni sizlar nima berib boqasizlar? Fikrlaringni kommentariyaga yozib qo'yasizlar va nima berib boqishlaringni kommentariyaga yozasizlar. Endi ko'pchilik har xil boqadi-da, hamma har xil boqadi. Misol uchun boshqalar bug'doy beradi, misol uchun bug'doy bilan makkani aralashtirib beradi, qaynatib beradi. Yo'q, men shu anchadan beri non beraman. Qattiq non bilan boqaman yemidan keyin. Bu videoni qo'y boqadigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Like, podpiska bosishni unutmang.